Assalomu alaykum Farg'ona Fisherman YouTube obunachilari. Biz mana Tursunbek baliq ko'liga keldik. Kelishimizga mana shu yerdan ikkita natija bo'libdi. O boshlandi, mana ketmasimdan oldin soldi boshlanyapti. Mana ko'llarimiz holatini ko'rsatib boraman. Ko'llarimizni sharoitlari, joylari, daraxtlar yo'q, bemalol. Eng qizig'i odamlar hammasi mehmondo'st, muomalali odamlar. Yonma-yon o'tirsangiz ham haydashmaydi aqa-baqa. Ko'ngli keng odamlar. Umid aka, qalaysiz? Sizmisiz? Kelyapsizmi tanlab olib? Mana bu chakalarimizdan kelishyapti mana. Kelyapsizlarmi? Qalaysizlar? Nimaysiz? Ha. O'zimiz jimlaylarni kelyapti. Bormi aka? Bormi? Ha. O'zim aka. Qalaysiz? Siz yuravering, ashaqqa hozir boraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Qalaysiz? Bormaylar? Bo'lyaptimi? Ha, rahmat, sizmisizlar? Ha? Ha. Ha, mashina totgan. 5,5 baliq olib berib chiqib turibdi. Ba'da natijalar bo'ldimi? Ha, yaxshi. Tashdan to'silgan. 80 metr joyiga baliq tashlangan yo'q, 120 metr joyiga baliq tashlangan. 150 kilo balig'imiz keladi hozir. O jarayonlar. Hammalaringga omad. Nasitgan tayinlab olib qo'y. Ha, mana shunday gap ko'p. Prямо natijalar bo'lib qoldi mana. Qulluq bo'lsa aka. Qayerdan keldingiz aka? Pashezli akamiz mana. YouTube'da o'zlaringiz ko'rsanglar, podpiskalar bosib turinglar. Yana bitta natija bo'ldi mana. Ha, ertamanda mana. Hozir baliq to'kilmay turib, jarayonlar qiziqarli bo'lyapti mana. Umid aka, baliqni ko'tarib qo'ying. Baliq tashlangan yo'q hali. Asosiy kamera bog'da mana. Menga yaxshilab ko'rsating, menga chiqmadingiz menga. Mana, qulluq bo'lsa. Boshqa bo'lmadimi? Bo'ladi hozir. Bir voqea baliq to'zib to'g'irdi mana. Odam telefon qiladi aka. O'sha telefon tutmaydi deydi. Alo, savronlar. Nima gap aka? Og'riqmi? Tinchmisiz aka, kelyapsizmi? Bugun tog'aga olib keldim. Yaxshi-da. Tog'am men kasal qilagan-siz-da. Akalar, tozalikka ham rioya qilaylik.
Mana bolalar ertalabda sovuqda ubirka qilib yurishibdi mana ko'llar atrofini. Baliq ovga kelganlar tozalikka ham jinday rioya qilaylik. Xolasa video davomida natijalarni ko'rsatib boramiz. So'raganlarga krevetka, chuvachalar ko'limizda bor, kelaverasizlar. Nima zapasga qalmoqlarimiz yo'q, qalmog'i yo'q odamlarga. Mana Tursunbek baliq ko'llarida natijalar mana. Ha, baliqni ko'rsatib qo'ying. Yo, baliqni ko'rsatib yuboring. Qutlug' bo'lsin. Ya Tursunbek ko'limizga bu mana natijalar, prami natijalar mana, prami natijalar. Balig'imiz ham keldi, bitta natijalar ham bo'lib qoldi mana. Bo'ldi, pastga tushirdi. Voy, Pastga o'ralashib qolgan ekanda pastga. Akmal aka setkasini tushirib yuboring pastda. Mana endi soling. Olishlaringdan qiyin bo'lib ketdi. To men chuvalchanimga chiqdimi? Reklama qo'rg'on so'taydi. Qayerda sotyapsiz? U kuchli domla dam solganda unga. Ya sotganim yo'q. Sotganim yo'q. Suvni ko'ramiz Tursun aka. Mana balig'imiz yetib keldi. Mana baliqlarimiz. o yaxshi do'li yaxshi. Bitta yo'q, yaxshi. Yo'q bu yerda. Bitta yaxshi yo'q, qani? Mana degan Tursun aka. Bu belida eng yirik javrasiga baylinda, ash qanotiga. Buni o'ziga bayling, chiqib ketadi. Buni o'ziga bayling, ash bittani o'ziga bayling. Ha, presli baliqlar, nima baliqlarimizga ip baylab. Bitta ko'k, bitta qizil. Topinglar yana bitta. Bitta qizil ip topaylik. Mana kattasi mana. Bunga ikkovidan bir xil ip baylaysizmi? Yo'q, bunga oq ip baylanyapti. Bunga oq ip baylaymiz. Bittaga ko'k ip. Kattasida oq ip. Oq ip bilan sariq ip. Kattasida oq ip. Adashmaydi. Ha. Yo'q, Spark bu. Bittasiga bittasi. Pasketani skuter qo'y. Ha, baliqlarimiz olib, urintirmay yashiqda to'kilyapti, suvga olib tushib beryapti. 150 kilo baliq keldi. Mana eng katta balig'imiz taroziga qo'yilyapti. 2 kilo 360. Bo'ldi, to'kimashdi. 2 kilo 60. Akmal aka nima qilib qolyapsiz? Bu bitta kattani tashlaymayga. Yo'q, uni nari o'rtasidan tashlaymiz deyapti. Qayerdan tushamiz? Bu telefonni ushlab turinglar. Men videoga olyapman. Çekin, ilk tatlı. Bu katta aloqasi katta. Olyaptimi? Sudraydi. Moshina itarib oringlar. Tarozini oling. Bu mana natija. Mana natija og'zidan olibdi mana. Mana quloq bo'lsa. Mana natijalar. Mana baliqlar to'kilyapti. Mana shu o'rtadan to'kib yuboravering kattalar.
idishga solib to'kilgan. O'zi boshqarib kichkina bor ekan. Ha. Gammuslar. Siz naralarga qilyapsiz? Sizni bu yoqqa o'tib olishim kerak deb yoqda tursiz. Aka baliqni mayda olib Hasan aka, onu ko'ringiz. Boshqa chiqmay qoldi. Bu lekin kim? Siz olib keldingizmi? Ma baliqlaringiz baliq emasda gapirasiz. Vashi mayda bu. oling, o maydani oling, uni. Nech bilan olib keldingiz buni? Nech bilan olib keldingiz buni? Ha? Baliq bugunga chiqmay qoldi prosta. Hech chiqishda emasda bu bu gaplashgandan keyin bunaqa baliq olib kelmaydi uka. 1 kilo. Bu boshqa isha katta topolmay qoldim shu. O'zi olib kelmash kerakda, shuni aytish kerak edi. 21 kilo. Hech bo'lmasa bunday bo'lgan. Nechi bo'ldi? 23 pastda. 23 kilo mana ketdi. Mana balig'imiz to'kildi. Ikkinchisi ham to'kildi. Aka ushlab turing. Oldingisi necha kilo edi? Vashi mayda 43 kilo bo'ldi. Ushlab turing. Hasan tog'a, o'ni olib qo'ying. Hasan tog'a, o'ni turman tayda bo'lib qoldi. Natijalar bo'lib qoldi. Baliq to'kilyapti, natijalar bo'lyapti. 63 kilo baliq to'kildi hozir. Qolganini o'shandaroqdan to'kildi. Ha, endi uni ajratmay qo'ying, to'g'ri. Turunchi yashig'imiz. To'g'rimi? Ular kasal ekan buni. Ha, uni Kasal ekan. Nima qilasiz? To'kib kiloga o'tib ketadi. Bu qara bu bo'lmaydi. Tashaveraman deyapti. Haqa. Naytarak yutash. Tashavergan haqa tashaver. Mana akalar. Tortilyapti baliqlar. Vashi mayda. Yaqinlashtirgan holat bor. Turunchi yashig'imiz. Ol, senga. Bosish deymiz. Zaryadkasi yo'q kerakda. Demay qoldi. Pastroqqa Mana to'kib nima? nima qilindi? Turunchisi. Turunchi yashig'i. Hammalaringga omad. Mana 5-yashig'. Ha. Bo, baliq serob hali. Mana. Aytgan joylaringdan to'kib beramiz. Hozir 100 kilosini to'kdik. 50 kilosi mayda ekan. No zaxira ko'limizga to'kaveramiz. Hozir yana 50 kilo qilib baliqlarimiz keladi. Mana sirasi yana natijalar bo'lib qoldi mana. Qulluq bo'lsa, Ojdog'a. Ketdi men kuyapsiz. Mana akamizdan, Navoxoli akamizdan natijalar. Birinchisi aka. Mana ba'dan bitta natija bo'lib qoldi mana. Baliq to'kilgandan keyin zo'r bo'lyapti natijalar mana. Tursunbek baliq yo'lida. Kelaverasizlar hammalaring. Mana balig'imiz yana bir natija akamizdan mana. Navoxoli akamizdan mana. Qulluq bo'lsin. Yana bir natijamiz bor. Svejiy natijalar. Pres bordami deymanda? Yo, domini, bo'ldi. Joylashdi. Qulluq bo'lsin aka. Mana natijalarimiz ko'tarib bo'lyapti. Yana 50 kilo baliq keldi. Qani baliqlar? Mana zo'r baliqlar keldi.
Qolmadi tursin aka. Oxirida bilib qolibmiz. Ehit, ehit, ehit. Jarayonlar qiziqarli bo'lyapti. Qalbimni yaxshi sudrayapti shekilli, odamlar turibdi. Mana tog'amizdan bitta natija bo'lib qoldi mana. Tog'a balig'ingizni shunday ko'tarib qo'ying. Qulluq bo'lsa mana. Mana yana bitta natija tog'amizda mana. Qulluq bo'lsin. Tursunbek yo'lidan akamizning 3-natijasi mana. Qulluq bo'lsin aka. Hammaga baraman. Kechgacha 10 ta shunday. Xudo xolasa. Mana yana svejiy natijalar mana. Zo'ridan aka mana. Hali kamerani o'chirganim yo'q edi mana. Qulluq bo'lsin. Mana. Ular bunaqa bo'ladi. Mana o'sha tomonlar udar bo'lyapti ular. Olishdi. Ketdi baqir-chaqir bo'lyapti. Oldi yana. Setgan taydan oldi. Qani? Yaqinlashtirsak. Ya setgani bag'ida. Ha, setgani bag'ida. To'palarni qarang, u qalmaqam sirop etdi. Mana yana bitta natija mana zo'radan ekan. Katta ekan. Kattasi ekan, zo'r. Qarang, ipi bormi ekan? Qarang ipini. Yaqinroq olib qo'yish. Balig'ingizni ko'tarib qo'ying aka. Aka, qochib turinglar, balig'ini ko'tarib qo'ysin. Menga ko'rsatib qo'ying. Aka, orqaga qarab o'ring. Chap burib qo'ying. Mana, qulluq bo'lsin. 200 ming yutib oldi mana. Yurib kelgan oldimga bari. Setgan tagiga joylashsiz yaxshi bo'ladi. Shu yasashadi. Jarayonlar qiziqarli avjida bo'lyapti. O'zimiz o'tiribmiz. Shundan olib qo'ydik. O'zim olganda o'zim videoga ololmayman. Podpiska layklarni yozib turinglar. Podpiskalar bosib, layklarni yozib, kommentariyada savol javoblaring bo'lsa yozib bemalol. Qo'ldan kelgancha natijalar qo'yib boramiz. Bitta yoshlarimiz ham bo'lyapti. Rahmat, toshgan video yo'q qo'ying.
Uğur akamizda mana oshlar bo'lyapti mana. Gapirib boradigan oshlar. Qonmasinlar. Ha, bo'lyapti. Salatlari bilan mana. Mana hamma yo'q bor mana. Bosh, non, choy hamma yo'g'i bor. Nech puldan beryapsiz oshni? 15 mingdan. Ha, 15 mingdan beryapti oshni. Lazır gurishda. Ha, lazır guruchda. Ammo to'yda oshdan ziyoda bo'lyapti, oshingiz bor, zo'r bo'lyapti. Ko'z emas. Men kelaverasizlar mana. Ye? Hep palakat hozir borishib oldimi? Mana natijalar. Rizqingiz ashitda ekan-da, aka? O'tib ketganingizda qanavasi tupurib qo'ydim-da. Qulluq bo'lsin aka. Ashida turgan ekanda bu bolaga qarab. Ha. Balaga qarab turgan ekan. Biz yana bir natijalar mana. Qulluq bo'lsin. Yaqinlashtirib olaman, kamera xira ko'rsatib qo'yyapti. Mana o'zimdan natija mana. Oq ipligini o'shani mana. 2 kilo 360 grammli. Oriq kuchli bo'ldi, ammo tezda tugab qoldi oriq. Mana akamizning ikkinchi natijasini olyapti. O prinsipal o'xshagan aka ikkinchisini oldi mana. Qulluq bo'lsin. Ular avjida. Zo'r bo'lyapti xolasi. Mana natijalarimiz. Zo'r bo'lyapti. Qulluq bo'lsin. Mana bratanning ikkinchisi. Balig'i ham chiqqisi kelmaydi. Haydab yuboringlar-a. Ana akamiz qulluq bo'lsin aka. Ko'limizda eng kenja toyimiz ushadi mana. Qulluq bo'lsa polvon. Malades. Ana ko'lda egalaridan natija mana. Og'izdan akani ko'tarib yuboravering. Endi ham boraman ashitga borib. Endi ham ashitga boraman. Va chiqib ketdi bali. Chiqarib olishdi. Mana yana bitta natija sразу eshitdim bo'ldi. Ehtiyot bo'ling, tushib ketmang. Oy, yes, bo'ldi. Hal bo'ldi.
Qullab bo'lsin. Mana akamizda yana bir natija mana. Tursunbek yo'lidan. Nechasi aka? Qullab bo'lsin aka. Toshloq oling Navbahorli akamizdan. Kiraverasizlar hammalar. O'g'illarimiz qiziqarli jarayonda. Mana odamlarimiz. Mana akamiz namoz olib ketyapti. Yana bir natija mana. Aytding, ikkitani eplab qo'yishdi mana. To'g'ri, balig'ingizni ko'tarib qo'ying. Qullab bo'lsin mana. Nechasi to'g'ri? Uchinchisi? Ha, yaxshi. Zo'r chiqyapti. Oldi odam 5 ta 6 ta usha. Va bosh taraflarga ham boraylikchi, natijalar qanaqa bo'lyapti. Hozir baliqlar haydab kelaman, a? Shu yo'l bo'lib turinglar. Baliqlar qaranglar. Uvol bo'lyapti baliqlar. Oldingizmi aka? Mana jarayon. Natijalar qalay bo'lyapti? Qoplar to'lib ketdimi? Yaxshi bo'lyaptimi axir? Bala, setgan tayin pakopka qilib olibchikligi. O'tirgan joyimdan siljitishmayapti mani. Ha, eng kattasini o'zim ushladim. Blogerlarga, maytaga rabochilarga bas. Ha, bo'ylaylar birontalar natija qilinglar endi. Baliq haydab kelishdi. Ha, baloda haydab kelyapti mana yoqqa. Hasan tog'a nechta oldingiz? Endi maqsad bor. Haliyammi? Kecha ushodingizmi? Bugun ushaysiz bo'lmasa. Abetkada o'tiring. Ushalmasiz meni oldimga boravering. Belamir ashta turibdi. Belamir qachon tashalgan? Belamir kecha tashaldimi? Ha, kechami deyapman-da o'sha. Nima chiqadi u? Xamirga chiqadi. Temirga. Hozir qishki kunda xamirga yaxshi qaraydi Belamir.
Bormi o'shalar? Chuvalchon o'tishlar mashhurmiz hozircha. Chuvalchani top-toza bo'lsa keyin chiqargan. Toza chuvalchon bunaqa kir chuvallar chiqmasa kerak. Bo'ra. Akmal aka nimaga oro bo'lyaptimi? Yaxshi. Bitta. Plus kirisi bilan. Bo'ldi, sotamiz. Katta, eng kattasi qancha? 2 kilo 360 lik. Yo'q, undan Videoga olyapsan? Mana o'zimizda natija oldi, ikkinchi prisli balamiz. Telegramga bo'ldi. Qisqa qilib video. Mana Tursunbek ko'limizdan yana bitta natijalar. Qulluq bo'lsa mana. To'rinsimi? Ha? 5-si. O, malades, 5-si mana. Bir xil ushlaymiz sizda, ha? Aka bugun qattiq olayapti. Zo'r mana. Naboxonlik akamiz tashladi. Paplovesini ketdi. Boshqa talar ko'taring, qalmog'ingizdan tushib ketadi hozir. Aylar yuradi, yurib, ba'da yurib oldi. Qani. Qulluq bo'lsa mana. Va nihoyat. Ketdi udar bo'lyapti. Ana atrofda odamlar. Oho. Ha, balolar qo'zg'atib berish xizmati ham bor mana. Tanish bilishchilik qilmang aka. O'z zo'rsiz. Qulluq bo'lsa aka. Nechinchisi? To'rinsi, malades aka. Mana va'da ham bo'lib qoldi mana. Mana natijalar, mana. Zo'rlari chiqyapti, Nechinchisi? 5-simi, 6-simi? Ha, Tursun akaning ko'lidan bo'lyapti. Bari natijalar mana. Nechisini oldingiz, Hoji tog'a? 5-sini olibdi mana, malades. Hammaga chiqsin. Mana svejiy natijalar mana. Oh, mana Tursun akaning ko'lidan. Hozir kelib tashladingizmi? Nechinchisi? Mehmonlar hozir kelishdi. Qayerda? Quvada. Quvali akalarimizdan mana. Hozir telefon qilyapsizlarmi? Ana qulluq bo'lsa mana. So'rimni olishibdi mana. Tursun akaning ko'liga kelinglar hammalari, adashmanglar, ko'l tanlashdi. Natijalar. Qani balig'ingizni ko'tarib qo'ying. Biz televideniyaga olamiz, mana qulluq bo'lsa nechinchisi? 2-si. Mana yana bir natijalarimiz. 6-sini olibdi mana, malades. O'zimdan 8-natija. Ha, akamizning birinchi natijasi. Shunlarga ushlayapti endi. Mana jarayonlar. O'zim 8 ta ushladim. Donar ukam, u qalay bo'lyapti? Dahshat bo'lyapti natijalarimiz. Shu ikkita kattasini olishdi ashani. To'polon bo'lib ketdi-yu. ne taşak yapıyor? Lapatkinov dedi.
Pesurash qilmangda, o'zingiz rizqingizni o'zingiz qilasiz. Odamlar gapiraveradi, ko'lda egasi aytgani bo'ladi. Mana prямой efirda mana. Sразу hozir endi kamerani o'chiruvdim. Qulluq bo'lsa mana 7-sini oldi tog'a. 7-sini oldi. Qulluq bo'lsa. Mana yoqda tushirib yuborishdi mana. Zo'r bo'lgan natijalar. Tog'amizdan natijalar. Nechinchisi? Birinchisi bo'lsa kerak. Zo'rini oldi. Mana tog'amizdan yana bitta natija mana. Zo'ridan olibdi. Mana ko'l egasining ikkinchi natijasi mana. Ikkita yapasi bor-da bitta baliqqa. Qulluq bo'lsin. Nechinchisi? Nasıl natijalar mana. Qulluq bo'lsin. Yana bitta natijalar mana. Nechinchisi bu aka? Bu aka ikkinchisi bo'lgan mana. Qayerdan keldingiz? Saroy, Sharxon saroy. Mana G'ulom Nazir ushlagan baliqlari. G'ulom Nazir kattalari. Mana maydalari mana xaltada turibdi. Bilmayman nechta u. Sanag'i yo'q. Mana bu yoqda natijalar. Ikkita bo'pti. Tog'am qo'lini olib qo'yib ketdi. Yaxshi. Ketdik endi biz. Mana akalar natijalari. O 7 tali baliq mana. 3, 7 degan. Mana tog'amizda. O'zi ko'rganingizda podpiska laklab bosib turing-da. Qani sizniki, siz ushlaganingiz yo'qmi? Siz ham oldingiz keling, qani baliqingiz? Men birdan olgan. Olganingiz yo'qmi? Mana baliqlar. Mana baliqlar. Mana baliqlar. 100 ga sotdim sherigini. Qani baliqingiz aka? Mana ikkinchi chempionimiz. Qayerga ketdi? Egasiga berib egasiga mehmonlarga. Mana egizak. Egizagini ko'rdim siz olganingizni. Qulluq bo'lsin. Ha? Beradi, pulini bermadi. Ha, puli kerak emas. Aka, Ketdingizmi? qani baliqingiz? Men aytdim, 6 tushadi. Ushlaganimda sizga bu hali reklama bo'lib ketadi. Mana baliqlar, akalar baliqlar. Bizni baliq ushtirasizmi? Urishtiramiz. Qani, dakami, hashakimi? Oqitmanda. Eng kattasi mana shu. Toza dakan, zotli zot. Necha kilo? Bu 2 kilo 60 gram chiqqan. Bu 2 kilo 360 gram chiqqan. Ha. Gruppaga tashlayman, ko'rib, podpiskalar bosib qo'yinglar. YouTube'ga chiqasizlar-da. Bo'lyaptimi sizlarda? Yo jimjitmi? Natijalar bormi? Mana bu yerda bor ekan mana. Ya qolgan.
Mana bu zo'rlari chiqibdi mana. Katta-kattalar. Bo'l. Mana baliqlar, mana. Baliq qaytdi ekan mana. Biz tomonda baliq yo'q, hamma baliq ba'da ekan. Barter bo'ldimi yo sotildimi? Ha, yo'q. Aka-ukaga sotiladi. Ha, mana shu bolani yaxshilab olaylik mana. Qarab qo'ying mana. Aka siz uchun keldim men. Men chiqmayapman. Mana akamizdan ikkitadan natijalar. Yo'limiz yoqdimi aka, yaxshimi? Ha, yaxshi. Xush kelibsizlar. Ha? Mana kelaverasizlar. Abbosbek yo'limiz yana. İpligini olsuz va? Hı. Ana ipligini.